Qo'qon shahrida o'zaro janjal sabab o'z tanishiga xo'jalik pichog'i orqali jarohat yetkazib, uning hayotiga nuqta qo'ygan shaxsga sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchining voyaga yetmagan farzandi bor ekanligini inobatga olib, sud hukmini chiqargan. So'nggi vaqtlarda atrofimizdagi fuqarolar o'rtasida turli tortishuv va nizolar sabab oqibatda ayanchli tus olayotgan voqeliklar ro'y berayotgani ming afsuski yangilik bo'lmay qoldi. Xususan kuni kecha jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida yana bir tortishuv sabab yuz bergan qotillik ishi ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi avvaldan o'ziga tanish bo'lgan shaxs bilan tortishib qolgan va jahlini jilovlay olmay, janjal sodir bo'lgan hudud yaqinidagi savdo do'koni oshxonasidan xo'jalik pichog'ini olib chiqib, tanishining ko'krak qafasiga bir marotaba urgan va unga og'ir tan jarohat yetkazgan. Oqibatda pichoqlangan fuqaro vafot etgan. O'sha vaqtda g'azabotiga minib, o'zini boshqara olmagan sudlanuvchi esa bugun qilmishidan pushaymon. Biroq endi kech. Mazkur jinoyatchilar bo'yicha Qo'qon shahar sudida ko'rib chiqilib, sudlanuvchi voyaga yetmaganligi bo'lganligi sababli unga nisbatan Jinoyat kodeksining 85-moddasi tartibida 7 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Markaziy studiya uchun Farg'onadan.